Yangi telefonni oliblar, srazu o'rnatadigan 5 ta ilova. Ularsiz to'g'risi agar tushmasa, u telefonni men olmayman. Hamma telefonda bo'lishi kerak deyman, shuning uchun sizlarga ham ilindi. Birinchisi bu lock screen ilovasi. Lock screen ilovasi har doim qo'lingiz barmog'ingizni tepaga ko'tarib blokirovka qilib yurmaysiz. Bu degani esingizdan ham chiqib qolmaydi. Qo'lingizga barmog'ingizga eng qulay joy qo'yib qo'ysangiz, bitta bosish bilan blokirovka bo'ladi. Ham blokirovka qiladigan tugumangiz ham sekin eskiradi. Ikkinchisi bu Google Keep ilovasi. Zametkalarni zo'r saqlaydi. Hamma sistemalar podдержка qiladi. Hamma joydan zametkalaringizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Audio, video, rasm hamma yo'q tashlab, bepul mutlaqo tranzatsiya qilib, hech narsa esingizdan chiqmaydi. Doim bir qo'lda yozib qo'ysangiz, Androidda widjetlari ham juda qulay joylashgan ko'rganingizdek. Uchinchisi Googledan bu tarjimon, real vaqtda tarjimon qilish funksiyasi menga yoqadi. Shunday kamerangizni yoqasiz, kamera ko'rganki narsani kerakli vaqtda sizga tarjima qilib beradi. Ayniqsa chet elga borganda va har xil kitoblar o'qiyotganingizda ham real vaqtda tarjima qilib beradi. To'rtinchisi bu dokumentlar bilan ishlash, Word, Excel, text fayllar bilan ishlash uchun VPS Office programmasi. Bepulida ham ancha ish qilsa bo'ladi. Pulligini olsangiz yana ham zo'r. Beshinchisi eng asosiysi men uchun bu suhbat diktafoni. Suhbat diktafoni biznes egalari uchun, ko'p ish qiladigan odamlar uchun juda kerakli. Faqat biznesga emas, oilada ham juda zo'r. Nimaki aytgan bo'lsa, ota-onangiz aytadimi, klient aytadimi, esingizdan chiqqan bo'lsa, detallari bemalol qaytadan eshitib, hamma aytilgan zakazlarni, buyruqlar, vazifalarni bajarib olsangiz bo'ladi. Har doim ruchka qog'oz olib yurmaysiz. Sizda ham agar shunaqa zo'r foydali ilova bo'lsa, nomini yozib qo'ying, hammaga foydali bo'ladi. Balkim biz bilmagan foydali ilovalar bordir. Telefonga umuman o'rnatib bo'lmaydigan ilovalar ham bor. Juda ko'pchilik bilmaydi. Telefonini o'ta qizdirib tashlaydi, telefonni brak deb yuradi. Bular haqida ham alohida video qilamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Texnikani birga foydali va oson ishlatishni o'rganamiz.